Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun sizning e'tiboringizni juda ham muhim, barchangizga taalluqli bo'lgan moliyaviy ahvolingiz va hatto kelajagingizga bevosita ta'sir qiluvchi yangilikka qaratmoqchiman. Yangi qonun kuchga kirdi va ushbu qonun har bir fuqaro, har bir tadbirkor, har bir mustaqil ishlovchi shaxs uchun nimani anglatishini bilishingiz shart. Bu shunchaki bir yangilik emas. Bu sizning moliyaviy mas'uliyatingiz va shaffofligingizni belgilab beruvchi jiddiy o'zgarish. Ushbu videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Chunki bugun beriladigan ma'lumotlar sizni juda katta jarimalar va yoqimsiz vaziyatlardan asrab qolishi mumkin. Agar siz hali ham kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hoziroq obuna bo'ling va videoga like bosishni unutmang. Bu bizni kelajakda ham siz uchun foydali kontent yaratishga undaydi. Muammoning mohiyati. Avval qanday edi va hozir nima o'zgardi qadimdan? Mamlakatimizda daromadlarni deklaratsiya qilish tizimi asosan an'anaviy bandlik va yirik korxonalar uchun moslashtirilgan edi. Agar siz ish joyingizdan rasmiy maosh olgan bo'lsangiz, daromad solig'i avtomatik tarzda buxgalteriya bo'limi tomonidan ushlab qolinardi va siz uchun ortiqcha tashvish tug'ilmasdi. Boshqa turdagi daromadlar, masalan, mulkni ijaraga berishdan olingan daromadlar yoki tadbirkorlik faoliyatidan olingan foyda alohida tartibda deklaratsiya qilinardi. Lekin bu tizimning ham o'ziga yarasha soddaliklari bor edi. Ya'ni ko'pchilik fuqarolar, ayniqsa kichikroq miqdordagi qo'shimcha daromadlarga ega bo'lganlar yoki naqd pulda ishlaydiganlar daromadlarini to'liq hisobot bermaslik imkoniyatiga ega edilar. Qonun doirasida bo'lmasa ham nazorat mexanizmlari yetarli darajada rivojlanmagani sababli bu holat qisman ko'z yumish holatini keltirib chiqargan edi. Bank o'tkazmalari ham asosan rasmiy operatsiyalarga qaratilgan bo'lib, kichikroq shaxsiy o'tkazmalar deyarli nazorat qilinmasdi. Moliyaviy tizim shunchalik murakkab emas edi. Raqamli iqtisodiyot hali bu darajada rivojlanmagan edi. Ammo bugun dunyo tubdan o'zgardi. Raqamli iqtisodiyot gullab yashnamoqda. Freelance mustaqil ishlar keng tarqalmoqda. Ijtimoiy tarmoqlar orqali daromad olish odatiy holga aylandi. Kriptovalyutalar va boshqa raqamli aktivlar mashhurlik kasb etmoqda. Odamlar endi nafaqat o'z mamlakati ichida, balki butun dunyo bo'ylab mijozlar bilan ishlamoqda, mahsulot sotmoqda va xizmat ko'rsatmoqda. Bu o'zgarishlar bilan birga davlatning moliyaviy tizimi ham rivojlanishga majbur. Yangi qonun aynan shu ehtiyojdan kelib chiqqan holda qabul qilindi. Uning asosiy maqsadi mamlakatda moliyaviy shaffoflikni oshirish, daromadlarning barchasini qonuniy asosda hisobga olish, adolatli soliq tizimini shakllantirish va eng muhimi barcha fuqarolarning soliq yukini teng taqsimlashni ta'minlashdir. Bu qonun soliq organlariga ilgari e'tibordan chetda qolgan daromad manbalarini nazorat qilish, ularni tartibga solish va bu daromadlardan davlat byudjetiga soliq tushumlarini ta'minlash imkonini beradi. Endi sizning har bir moliyaviy operatsiyangiz, xususan bank o'tkazmalari, elektron pullar, xalqaro pul o'tkazmalari va hatto ba'zi holatlarda naqd pul operatsiyalaringiz ham diqqat markazida bo'ladi. Bu yangi davrning talabi. Asosiy qism 1. Nimalarni bilishingiz kerak? Kimlar xavotirlanishi kerak va kimlar xavotirlanmasa ham bo'ladi? Keling, endi eng muhim qismga o'tamiz. Yangi qonun bo'yicha nimalarni bilishingiz kerak? Kimlar uchun bu ayniqsa muhim va kimlar uchun kamroq ahamiyatli? Birinchidan, yangi qonun daromad tushunchasini sezilarli darajada kengaytirdi. Endilikda daromad deganda nafaqat rasmiy ish haqi, balki har qanday manbadan olingan moliyaviy tushum tushuniladi. Bunga quyidagilar kiradi. 1. Freelance faoliyatidan olingan daromadlar. Agar siz veb-sayt yaratish, dizayn xizmatlari, dasturlash, tarjimonlik, matn yozish, onlayn konsultatsiyalar berish kabi ishlarni mustaqil tarzda bajarsangiz va buning uchun pul olsangiz, bu daromad deklaratsiya qilinishi shart. Avval bunday daromadlar ko'pincha nazoratdan tashqarida qolar edi. 2. Ijtimoiy tarmoqlar orqali olingan daromadlar, blogerlar, influenserlar, YouTube kanali egalari, TikTokerlar va boshqa ijtimoiy tarmoq faollari reklama, homiylik, mahsulot joylashtirish, obunachilardan donorlik kabi yo'llar bilan olgan barcha pullarni deklaratsiya qilishlari kerak. Misol uchun, agar sizning YouTube kanalingiz o'yiga $100 yoki undan ko'proq reklama daromadi keltirsa, bu ham deklaratsiyaga kiritilishi lozim. Onlayn savdodan olingan daromadlar. Agar siz internetda do'kon orqali e'lonlar saytlari, masalan, OLX orqali muntazam ravishda tovar sotayotgan bo'lsangiz, bu ham tadbirkorlik faoliyati hisoblanadi va daromadlar soliqqa tortiladi.
bir martalik eski buyumni sotishdan farklı olarak muntazam savdo faoliyati alohida baholanadi. 4. Kriptovalyuta operatsiyalardan olingan daromadlar. Kriptovalyutalarni sotishdan yoki almashtirishdan olingan foyda agar u ma'lum bir chegaradan oshsa, soliqqa tortiladi. Bu bo'yicha aniq tartib-qoidalar endi yanada aniqlashdi va soliq organlari bunday tranzaksiyalarni kuzatish imkoniyatlariga ega bo'lmoqda. Misol uchun, agar siz $1 million kriptovalyuta sotib olib, uni $1500 sotsangiz, $500 foydadan soliq to'lanishi kerak. 5. Xalqaro pul o'tkazmalari chet eldan sizning hisobingizga kelib tushgan har qanday pul o'tkazmalari, agar ular hadya yoki qonuniy meros bilan bog'liq bo'lmasa, daromad sifatida ko'rib chiqilishi mumkin. 6. Bank kartasiga muntazam o'tkazmalar. Sizning shaxsiy bank kartangizga doimiy ravishda kelib tushadigan katta miqdordagi o'tkazmalar. Hatto ular shaxsiy ehtiyojlar uchun deb ko'rsatilgan bo'lsa ham, soliq organlari tomonidan shubhali deb topilishi va manbai so'ralishi mumkin. Kimlar xavotirlanishi kerak? Eng avvalo, yuqorida sanab o'tilgan daromad manbalariga ega bo'lgan barcha shaxslar xavotirlanishi kerak. Ayniqsa frilanserlar va mustaqil ishchilar, masalan, dasturchi Aziz. U xorijiy kompaniyaga veb-saytlar yaratish xizmatini ko'rsatadi va oyiga o'rtacha 1 million so'm daromad oladi. Ilgari u bu pulni bank hisob raqamiga qabul qilib, deyarli hech kimga hisobot bermas edi. Endi Aziz bu daromadni deklaratsiya qilishi va belgilangan tartibda soliq to'lashi shart. Agar Aziz buni qilmasa, uning bankdagi tranzaksiyalari soliq idoralari e'tiboriga tushishi va unga yashirilgan daromad uchun katta jarima solinishi mumkin. Bunga qo'shimcha ravishda hisoblanmagan soliqni ham to'lash kerak bo'ladi. Jarima miqdori hatto yashirilgan daromadning it bo'zinigacha bo'lishi mumkin. Bu esa Aziz uchun 10 million so'mdan ortiq mablag'ni yo'qotish degani. Blogerlar va onlayn kontent yaratuvchilar, misol uchun Madina. Uning Instagram sayfasida 500 mingdan ortiq obunachisi bor va u har oy bir nechta reklama shartnomasi orqali o'rtacha 7 million so'm pul ishlaydi. U bu pullarni bank kartasiga qabul qiladi. Avval Madina bu daromadlarni deklaratsiya qilishga majbur emas edi. Endi esa u ham xuddi Aziz kabi o'z daromadlarini hisobga olishi va soliq to'lashi shart. Agar Madina bu talabni bajarmasa, uning reklama beruvchilar bilan tuzilgan shartnomalari va bankdagi kirim operatsiyalari soliq organlariga oshkor bo'lishi mumkin. Bu holatda unga nisbatan ham daromadlarni yashirish aybi qo'yilib, jiddiy moliyaviy sanksiyalar qo'llanilishi ehtimoli yuqori. Onlayn do'kon egalari va muntazam sotuvchilar, Farrux degan yigit internet do'koni orqali kiyim-kechak sotadi. U har oy 300 tadan ortiq buyum sotib, o'rtacha 20 million so'm aylanma qiladi. U xaridorlardan pullarni o'z shaxsiy kartasiga qabul qiladi. Endilikda Farrux o'z faoliyatini rasmiylashtirishi, masalan, yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tishi va belgilangan tartibda soliq to'lashi kerak. Aks holda uning kartasiga muntazam ravishda kelib tushayotgan ko'p sonli kichik o'tkazmalar soliq organlarining e'tiborini tortadi. Natijada u noqonuniy tadbirkorlik faoliyati uchun ham, yashirilgan daromad uchun ham javobgarlikka tortilishi mumkin. Kriptovalyuta treyderlari va investorlari. Oybek. U kriptovalyuta birjalarda savdo qiladi va ba'zan katta miqdorda foyda oladi. Masalan, bir savdo u $2000 foyda ko'rdi va uni milliy valyutaga almashtirib, bank kartasiga tushirdi. Ilgari bu kabi tranzaksiyalar juda kam nazorat qilinardi. Endi esa Oybek bu foydani deklaratsiya qilishi shart. Agar u buni bajarmasa, kelajakda bank tizimi orqali amalga oshirilgan barcha konvertatsiya operatsiyalari soliq nazoratiga tushishi mumkin. Natijada foydadan to'lanmagan soliq uchun penya va jarima undiriladi. Kimlar xavotirlanmasa ham bo'ladi. Rasmiy ish joyidan doimiy maosh oladigan fuqarolar. Agar siz faqat bir joyda rasmiy ishlaysiz va boshqa qo'shimcha daromadingiz yo'q bo'lsa, sizning daromad solig'ingiz ish beruvchi tomonidan to'lanadi va siz uchun deyarli hech narsa o'zgarmaydi. Misol uchun, Shahnoza u davlat tashkilotida ishlaydi va oylik maosh oladi. Uning maoshidan soliq avtomatik ravishda ushlab qolinadi. Shahnoza o'zining soliqlardan xavotirlanmasa ham bo'ladi. Chunki hamma narsa qonuniy asosda bajarilmoqda. Bir martalik. Kichik miqdordagi shaxsiy buyumlar savdosini amalga oshiradiganlar, misol uchun, Dilshod o'zining ishlatilgan eski velosipedini e'lonlar sayti orqali 21 million so'mga sotdi. Bu bir martalik shaxsiy mulkni sotish bo'lgani uchun. U daromad hisoblanmaydi va soliqqa tortilmaydi. Muhimi, bu faoliyat muntazamlik kasb etmasligi kerak. Oila a'zolaridan yoki yaqin qarindoshlardan hadya sifatida olingan pullar.
Agar sizga ota-onangiz, turmush o'rtog'ingiz yoki yaqin qarindoshlaringizdan hadya sifatida pul o'tkazilgan bo'lsa va bu muntazam daromad manbai bo'lmasa, bu ham daromad deb hisoblanmaydi. Biroq bu hadyalar katta miqdorda bo'lsa va muntazam tus olsa, soliq idoralariga izoh berishga to'g'ri kelishi mumkin. Shu sababli yaqin qarindoshlardan olingan hadyalar bo'yicha agar u juda katta summa bo'lsa, yozma tasdiq, masalan, hadya shartnomasi olish tavsiya etiladi. Asosiy qism 2. Qoidadan istisnolar, tuzoqlar va noaniq nuanslar hech qanday qonun mutlaqo qat'iy va bir xil emas. Unda har doim istisnolar tushunarli bo'lmagan joylar va potensial tuzoqlar bo'ladi. Yangi qonun ham bundan mustasno emas. Keling, shu nuanslarni atroflicha ko'rib chiqaylik. Qoidadan istisnolar. 1. Kichik ahamiyatsiz daromadlar. Qonunda aniq belgilangan minimal miqdor mavjud bo'lib, undan kam bo'lgan daromadlar deklaratsiya qilinmasligi mumkin. Odatda bu davlat tomonidan belgilanadigan eng kam ish haqining ma'lum bir barobarini tashkil qiladi. Masalan, agar siz bir yilda jami 500 ming so'm atrofida qo'shimcha daromad olgan bo'lsangiz, uni deklaratsiya qilish majburiyati bo'lmasligi mumkin. Lekin bu miqdor doimiy ravishda o'zgarib turishi mumkinligini inobatga olish kerak. Shuning uchun har doim dolzarb ma'lumotlarni soliq organlarining rasmiy veb saytidan tekshirish muhim. Bu istisno asosan o'zining eski kitobini yoki kichik bir hunarmandchilik buyumini sotib, bir martalik kichik miqdorda pul topgan shaxslar uchun mo'ljallangan. 2. Meros va hadya ayrim holatlarda. Yuqorida aytib o'tganimizdek, yaqin qarindoshlardan olingan meros yoki hadya daromad solig'iga tortilmaydi. Lekin bu holatda ham o'ziga xos talablar mavjud. Masalan, meros yoki hadya shartnomasi qonuniy kuchga ega bo'lishi, notariat tasdiqlangan bo'lishi lozim. Agar uzoq qarindoshdan yoki mutlaqo begonadan katta miqdorda hadya olinsa, bu soliqqa tortilishi mumkin. Shuningdek, hadyaning muntazamligi ham muhim. Agar har oy bir xil shaxsdan katta miqdordagi hadya kelib tushsa, soliq organlari buni yashirin daromad deb baholashi ehtimoli bor. Uchun davlat imtiyozlari va subsidiyalar, davlat tomonidan beriladigan nafaqalar, moddiy yordam, subsidiyalar va kompensatsiyalar daromad solig'iga tortilmaydi. Bu turdagi tushumlar to'g'risida ham deklaratsiya topshirish talab etilmaydi. Masalan, farzand puli, nogironlik nafaqasi yoki ijtimoiy himoya dasturlari orqali olingan mablag'lar. 4. Depozitlar bo'yicha foiz daromadlari. Bank depozitlaridan olingan foiz daromadlari odatda soliqqa tortilmaydi yoki soliq bankning o'zi tomonidan ushlab qolinadi. Shuning uchun siz bu haqda alohida deklaratsiya topshirishingiz shart emas. Lekin bu qoida barcha turdagi depozitlarga ham tegishli emas. Ba'zi bir chet el banklaridagi depozitlar uchun boshqacha tartib bo'lishi mumkin. Tuzoqlar va noaniq nuanslar. 1. Shaxsiy bank kartasiga kelib tushadigan pullar. Ko'pchilik o'zining shaxsiy bank kartasiga pul qabul qilishni xavfsiz deb hisoblaydi. Ammo yangi qonun va banklar hamda soliq organlari o'rtasidagi ma'lumot almashinuvi tartibi bu fikrni butunlay o'zgartiradi. Agar sizning kartangizga muntazam ravishda, masalan, har kuni yoki har hafta turli shaxslardan ma'lum miqdordagi, masalan, 1000 ming so'mdan 500 ming so'mgacha bo'lgan o'tkazmalar kelib tushsa, soliq idoralari buni tadbirkorlik faoliyatidan olingan daromad deb hisoblashi mumkin. Har bir bunday tranzaksiya izohsiz qoldirilmasligi kerak. Misol uchun, agar siz kosmetika mahsulotlari sotib, har kuni 20 xaridordan 1000 ming so'mdan kartangizga pul qabul qilsangiz, bir oyda bu 60 million so'mni tashkil etadi. Bu aniq soliq organlari e'tiboriga tushadi va sizga noqonuniy tadbirkorlik hamda yashirilgan daromad uchun javobgarlik yuklatilishi mumkin. Siz daromadni yashirganlik uchun jarima va hisoblanmagan soliqni to'lashingiz, shuningdek, tadbirkorlik faoliyatingizni rasmiylashtirish majburiyatini olishingiz kerak bo'ladi. 2. Chet eldan olingan daromadlar. Agar siz chet el kompaniyasida freelance asosida ishlasangiz va maoshingiz chet el bank hisobvaraqingizga kelib tushsa yoki PayPal, Payoneer kabi xalqaro to'lov tizimlari orqali olsangiz, bu daromadlar ham O'zbekiston soliq qonunchiligiga muvofiq deklaratsiya qilinishi shart. Ko'pchilik chet eldan olgan pulimni kim ham bilar deb o'ylashi mumkin, ammo moliyaviy ma'lumot almashinuvi bo'yicha xalqaro bitimlar, masalan, FATCA, SA, CRS tufayli soliq organlari chet eldagi ma'lumot olish imkoniyatiga ega. Agar siz yashirincha daromad olayotganingiz aniqlansa, soliq organlari sizdan nafaqat to'lanmagan soliqni, balki katta miqdordagi jarima va penyalarni ham undirishi mumkin. Bu esa valyuta kursining o'zgarishini hisobga olganda yanada og'irroq bo'lishi mumkin.
Uch kriptovalyuta tranzaksiyalarining murakkabligi. Kriptovalyuta bozorining o'ziga xos xususiyatlari, ya'ni uning doimiy o'zgaruvchanligi, tranzaksiyalarning anonimligi ba'zi kishilarga daromadni yashirish imkonini beradigandek tuyulishi mumkin. Ammo soliq organlari kriptovalyuta birjalari va almashuv punktlari bilan hamkorlikni kuchaytirmoqda. Ayniqsa fiat valyutaga, masalan, so'm, dollar konvertatsiya qilingan va bank hisobiga tushirilgan barcha operatsiyalar nazoratga olinadi. Agar siz kriptovalyuta oldi-sotdisi orqali katta foyda ko'rgan bo'lsangiz va bu pulni o'zingizning bank hisobingizga o'tkazgan bo'lsangiz, bu tranzaksiya soliq organlarining e'tiboriga tushishi ehtimoli juda yuqori. QQS bo'yicha xizmatlar. Agar siz chet el kompaniyalar uchun web dizayn, dasturlash kabi xizmatlarni ko'rsatsangiz, ma'lum miqdordan oshgan daromadlar uchun QQS to'lash majburiyati ham yuzaga kelishi mumkin. Bu juda murakkab masala bo'lib, ko'pchilik frilanserlar unga e'tibor bermaydi, ammo jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Bu holda soliq maslahatchisidan yordam olish maqsadga muvofiq amaliy maslahatlar. Tomoshabin nima qilish kerak, hurmatli do'stlar? Endi eng muhim qismga keldik. Nima qilish kerak, qanday harakatlanish lozim? Quyida siz uchun aniq qadamlar va ko'rsatmalar beraman. 1. O'z daromad manbalaringizni aniqlang va tahlil qiling. Birinchi qadam bu sizning barcha moliyaviy tushumlaringizni diqqat bilan ko'rib chiqish. Qayerdan pul olasiz? Rasmiy maoshmi, frilansmi? Onlayn savdomi? Ijtimoiy tarmoqlardagi reklama daromadimi? Kriptovalyutadan olingan foydami? Ijaradan olingan daromadmi? Barchasini birma-bir ro'yxat qiling. Bank hisob varaqlaringizga, elektron hamyonlaringizga, xalqaro to'lov tizimlariga kelib tushgan barcha pullarni tekshiring. Oxirgi 1 yil yoki 2 yil ichidagi operatsiyalarni ko'rib chiqing. Bu sizga umumiy manzarani aniqlashga yordam beradi. Har bir o'tkazmaning manbai va maqsadi haqida ma'lumot yig'ishga harakat qiling. Masalan, agar sizga kimdir 5 million so'm o'tkazgan bo'lsa, bu nima uchun ekanligini eslab qoling. Agar bu qarzdorlikni qaytarish bo'lsa, bunga dalil tayyor turing. 2 hujjatlarni to'plang. Bank hisob varag'idan ko'chirma, statement. Bu eng muhim hujjat. Unda barcha kirim va chiqim operatsiyalari aks etadi. Bankdan oxirgi 1-2 yillik ko'chirmalarni oling. Shartnomalar. Agar siz freelance asosida yoki reklama uchun ishlagan bo'lsangiz, mijozlar bilan tuzilgan shartnomalarni yoki kelishuvlarni, hatto elektron yozishmalar ham dalil bo'lishi mumkin. Saqlab qo'ying. Bu sizning daromadingiz qonuniy ekanligini tasdiqlovchi asosiy dalil bo'ladi. Cheklar va kvitansiyalar. Onlayn savdo bilan shug'ullansangiz, tovarlarni sotib olish va sotish cheklarini yetkazib berish kvitansiyalarini saqlang. Bu sizning xarajatlaringizni tasdiqlaydi va sof foydani hisoblashda yordam beradi. Kriptovalyuta tranzaksiyalari tarixi. Agar siz kriptovalyuta bilan ishlagan bo'lsangiz, birja platformasidan tranzaksiya hisobotlarini, trade history yuklab oling. Bu yerda qancha pulga sotib olganingiz, qancha pulga sotganingiz aniq ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Hadya shartnomalari, meros hujjatlari. Agar sizga katta miqdorda pul hadya qilingan bo'lsa yoki meros olingan bo'lsa, tegishli notarial tasdiqlangan hujjatlarni tayyorlang. Rasmiy ma'lumot manbalariga murojaat qiling. Soliq qo'mitasining rasmiy veb-sayti. Bu joyda siz soliq qonunchiligidagi so'nggi o'zgarishlar, deklaratsiya shakllari, soliq stavkalari haqida to'liq ma'lumot topishingiz mumkin. Saytda ko'pincha savol-javob bo'limlari va interaktiv xizmatlar ham bo'ladi. Soliq inspeksiyasining gal markazi. Agar sizda savollar paydo bo'lsa, bemalol soliq xizmatining ishonch telefoniga qo'ng'iroq qiling va o'zingizni qiziqtirgan masalalar bo'yicha konsultatsiya oling. Soliq mobil ilovasi. Ba'zi mamlakatlarda soliq idoralarining mobil ilovalari mavjud bo'lib, ular orqali deklaratsiya topshirish, soliq qarzlarini tekshirish mumkin. Bunday imkoniyatlarni o'rganing. 4. Professional yordamdan foydalaning. Soliq maslahatchisi. Agar sizning vaziyatingiz murakkab bo'lsa, daromad manbalaringiz ko'p va turlicha bo'lsa, albatta professional soliq maslahatchisiga murojaat qiling. U sizga barcha hujjatlarni to'g'ri shakllantirishda, soliq hisobotini to'g'ri tayyorlashda va soliq optimallashtirishda yordam beradi. Bu xizmatning narxi bor, ammo katta jarimalardan qochish uchun bu arziydi. Buxgalteriya firmalari. Kichik biznes egalari yoki frilanserlar uchun buxgalteriya firmalari ham yaxshi yechim bo'lishi mumkin. Ular soliq hisoboti bo'yicha to'liq xizmat ko'rsatadi. 5. Daromad deklaratsiyasini topshirish tartibi. Qayerga murojaat qilish kerak?
Daromad deklaratsiyasini soliq qo'mitasining rasmiy veb-sayti orqali elektron shaklda topshirish eng qulay usul hisoblanadi. Shuningdek, yashash joyingizdagi soliq inspeksiyasiga shaxsan borib ham topshirishingiz mumkin. Qanday hujjatlar kerak? Yuqorida sanab o'tilgan hujjatlarning nusxalari yoki ularning elektron variantlari talab qilinishi mumkin. Deklaratsiya shaklini to'ldirish uchun shaxsiy ma'lumotlaringiz, pasport olingan kerak bo'ladi. Deklaratsiyada siz o'zingizning barcha daromad manbalaringizni, ularning miqdorini, qaysi davrda olinganligini aniq ko'rsatishingiz kerak. Agar sizda xarajatlar bo'lsa, masalan, tadbirkorlik faoliyati bilan bog'liq bo'lgan, ularni ham aks ettirish mumkin. Muddatlar. Daromad deklaratsiyasini topshirishning aniq muddatlari mavjud. Odatda hisobot yilidan keyingi yilning apreligacha. Bu muddatlarga qat'iy rioya qiling. Muddatni buzganlik uchun jarimalar belgilanadi. 6. Agar xato qilingan bo'lsa, nima qilish kerak? Agar siz deklaratsiyani topshirganingizdan keyin xato qilganingizni yoki biror daromadni unutganingizni payqab qolsangiz, tashvishlanmang. Qonunchilikda tuzatilgan deklaratsiya topshirish imkoniyati mavjud. Bunda siz yana soliq organlariga murojaat qilib, o'zgartirilgan ma'lumotlarni kiritasiz. Odatda xatoni o'z vaqtida tuzatish jiddiy jarimalardan qochishga yordam beradi. Lekin bu holat ham belgilangan muddatlar ichida bajarilishi kerak. Xulosa va yakuniy chorlov aziz do'stlar. Bugun men sizga yangi qonun va uning har birimizga ta'siri haqida batafsil ma'lumot berishga harakat qildim. Esingizda bo'lsin, moliyaviy savodxonlik va qonunlarga rioya qilish bu nafaqat davlat oldidagi majburiyat, balki sizning o'zingizning moliyaviy xavfsizligingiz va barqarorligingiz garovidir. Soliq masalasida shaffoflik va to'g'rilik doimiy muammolardan qochishning eng yaxshi yo'lidir. Bu qonun kimnidir qo'rqitish uchun emas, balki iqtisodiyotni tartibga solish, adolatli soliq tizimini yaratish va byudjet tushumlarini oshirish orqali mamlakatimiz rivojlanishiga xizmat qilish uchun qabul qilingan. Men umid qilamanki, bugungi video siz uchun juda foydali bo'ldi. Agar sizda savollar paydo bo'lgan bo'lsa, kommentariyalarda yozib qoldiring. Men yoki jamoamiz ushbu savollarga javob berishga harakat qilamiz. Videoni foydali deb bilgan bo'lsangiz, albatta like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bu kabi muhim va dolzarb ma'lumotlarni birinchilardan bo'lib bilish uchun biz bilan qoling. O'zingiz va yaqinlaringizning moliyaviy kelajagi haqida qayg'uring. Keyingi videolarda ko'rishguncha